Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, do'stlar, bizlar o'zini davrining legendasi bo'lgan Malibu avtomobil kelib turibdi. Do'stlar, bilasizlar, davronda 30 ming dollar pul bo'lgan bular. Biz sizlarga shuni 90 million so'mga beramiz. 2013-yil sichans yutiladi. Mexanika bo'ladi do'stlar, mashin lyukli varianti bo'ladi. 4-pozitsiyani diska bolalar qo'yilgan do'stlar, mashina 4 tuynchak baloni bor, mashinada metan gaz bor. Свет, hem radom yakadan свет mi? Do'stlar, videomizdan bir like'lar bosib qo'yamiz. Kanalimizga do'stlar yangi bo'lsanizlar kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz. Yana salon qismi do'stlar, mashina 250 ming kilometr turibdi. 2013-yil 250 ming kilometr. Do'stlar, mashinaning bahasi 90 million so'm. Avtoketdan chiqarib beramiz. Do'stlar, avtoketda 10 million bilan meshingiz bitadi. 3 yilga chiqadi bu do'stlar. Mashina qiziqadigan uchun telefon nomerini pastga yozdirib qoldiramiz. Telefonlashib, qoldirib berasiz do'stlar. Sog' bo'lasizlar. Salomat bo'lasizlar.